Onani uvoli tutadi hali sanlarni. Qarab turlaring. Azizbek. Bo'labi, ona assalomu alaykum. Ke bolam, o'tir. Qoning oshtura bolam. Qozondagi ovqat hammasini suzib, xonamga olib kirib qo'yganman. Bir o'zing yegin. Yana ani xotin bola chaqalaringni hammasini ergashtirib yeb o'tirmagin. Ovsin, ovqat qolibdimi? Ovsin, bugun ham och qolamiz. Hammasini suzib olib kirib ketishibdi-da, tavba. Qo'shnilarga chiqaymikin bir kosa ovqat so'rab. Voy, uyatdan bo'lib ketdi. Endi berisharmidi? Akamga telefon qila qolaymikin? Bilmasam, hali zamon, lekin Lazzaga ham kelib qolishlari kerak. Bir gap bo'lar. Assalomu alaykum, Lazza. Va alaykum assalom. Yaxshi kelib qoldingizmi? Ha, nima edi? Lazzaga, qizimiz ham qorni och. Ovsinim ham ovqatlanmagan. Qolaversa o'zim ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, xomishsan. Bugun ham och qoldik. Niye ovqat yemading? Yo'q, uydagilar ovqatni ham olib kirib ketishgan. Produktlarni yashirib qo'yishgan. Nima qilay endi men shunga? Men bu sharoitda yasha olmayman. Akamni chaqirib keta qolay. Bor, ketsang ketur. Ovsin, Voy, ovsin, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega yig'layapsiz? men ketadigan bo'ldim. Nega? Men bu sharoitda yasha olmayman. Agarda siz ketsangiz, ertaga yo'q, men ham ketaman. To'g'risi, meni ham jonimga tegdi. Ukam xotini ketib qopti. Ketsa undan nari, battar bo'lsin. Hayot o'yinchoq emas-ku, ona. Onani uvoli tutadi hali sanlarni. Qarab turlaring. Onani uvoli tutadi hali sanlarni. Qarab turlaring. Mani o'g'lim kelinlar ketib qoldi deb xafa bo'lib o'tirding. Men ularni och qoldirganmidim. Undan-da zo'rini olib kelib qo'ydim, bolam. Ona, sizga shu ma'qul bo'lsa, mayli. Komilaxon. Choy olib keling, bolam. Mana onajon choy. Ovqat harakatini qiling, bolam. Xo'p bo'ldi. Kelin, ovqatni boshladingizmi? Voy, onajon, bugun siz ovqat qilib bera qoling. O'zim qilib beraymi? Ha, onajon. Rahmat. Tavba. Kelin, Labbe onajon. shu bitta kirni tashab qo'ydim, shuni ham yurib qo'ymabsiz, bolam. Onajon, bittagina kirga mashinani ovora qilaman. Qo'lingizda yuvola qoling. Voy, tavba. Ona, tortmalik pulim yo'q. Meni ham yostig'imning tagidagi pulim yo'q, bolam. Qanaqasiga? Puldan qidirasizlarmi? Mana pul. Boya keram tortmada ovotganlarini ko'rib qoldim. O'zi qani? Uylariga ketib yordilar. Voy sho'rim, ikkita kelinni qadriga yetmagandim. Tozasiga uchramiz, bolam. Uchrashuvga bordingmi? Men aytgan qiz yoqdimi senga? Oyi, menga u qiz yoqmadi. Men o'zim yaxshi ko'rgan qizim bor. 3 yildan beri gaplashib kelaman. O'sha qizga uylanaman. Yana o'sha tag zoti past kambag'al qizni aytayotsanmi? Olib bermayman u qizni senga. Oyi, kambag'al degani ulardan qiz olib bo'lmaydi degani emas-ku. Ertaga qudan kimsa mana shu kambag'alni ko'rsatamanmi? Men aytgan qiz Piskentda oldi boylaridan. Ertaga qani qudangsa mana bemalol ko'rsata olaman. Tengi bilan, tezga qopi bilan o'g'lim. Oyi, mol dunyo yaxshi narsani hal qilmaydi. Odamlarning og'ziga elak suti bo'lmaydi. Hayotga bir marta kelsammi, o'zim yaxshi ko'rgan qizim bilan yashay olmaymanmi? Shu qiz seni isqisa o'qimaganmikin? Men aytgan qizga uylanasan. Gap tamom, vassalom. Yig'ishtiring kelin salomingizni. Bo'ldi. Assalomu alaykum, oyijon. Yaqinlashmang menga. Onay sarfoizga tuzukroq ko'ylagim solmagan ekanda. Yaltirib reklama qilmasdan. Boring boshqasini arishtirib chiqing. Bolam, meni kechiring bolam. Sizga ko'p ozor berdim. Sizni mensimadim. Boylik ko'zimni ko'r qilgan ekan. Pullarim ham hech narsa qilib bera olmayapti. O'g'lim bilan qo'sha qaring. Baxtli bo'ling bolam. Mendan rozi bo'ling bolam. Oyijon, nega kechirim so'raysiz? Men sizdan xafa emasman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman, oyijon. Hali tuzalib ketasiz, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Keling bolam, bag'rimga bir bosay. nigohing buncha